Qurbon hayiti. Xonobod ahli Qurbon hayitini mehr va birdamlikda nishonlamoqda. Keling, bayram shukuhini birgalikda ko'ramiz. Qurbon hayiti bayramining yana bir qiziqarli an'anasi bu tuxum urishtirish. Odatda bolalar hayit tongida qattiq pishirilgan rangli tuxumlarni olib bir-birlari bilan urishtirishadi. Kimning tuxumi sinmasa, o'sha g'olib. Bu o'yin nafaqat quvnoqlik, balki do'stlik, omadini sinash va halollikni o'rgatadi. Xonobod qishlog'ida hanuzgacha saqlanib qolgan urf-odatlar. Biz bilamiz, musulmonlarda o'zining bayram bor, Ramazon hayiti, Qurbon hayiti. Bu bayramlarda doim Xonobod xalqi bunaqangi ko'tarinki kayfiyat bilan shu joyda gavjum bolalarda o'yin kulgisiga birga sherik bo'lgan holatda ota-onalar bilan birga chiqib shu joyda gavjum bo'linadi. Bayram doim shukuhi yaxshi bo'ladi. Bundan tashqari bizda shu bayramga birgalikda orqon tortish, kurash, har xil qo'shimcha milliy urf-odatlar saqlanib qolgan. Bu narsa bizni qishlog'imizga kayfiyat bag'ishlaydi, bolajonlarning xursandchiligini bag'ishlaydi. 20 mingga yaqin aholi shu joyda har bayramda, bundan tashqari milliy bayramlarimizda ham, mustaqillik bayramlarida, Navro'z va Yangi yil bayramlarida ham shu joyda to'plangan holatda bolajonlar o'ynab, kulib, maza qilib dam olishadi. Rahmat, charchamang. Bayram yaxshi o'tkazing. Sizlarga ham omad. Xonobodga kelgandan xursandmiz. Yana qaytib kelaversa mehmon qilamiz. Bizni qishlog'imiz mehmondir ha. Rahmat. Xonobod qishlog'ida o'tgan bu bayramona kun qalblarga quvonch, yuzlarga tabassum ulashmoqda. Har bir xonadonda fayz baraka arimasin. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin.